Bunaqa shpatel hali beri ham shpatel. Bu valik. Bunaqa valiklarni hali beri ko'rmasanglar ham kerak. Bunaqa много funksiyal. Xohlasanglar bunaqa, xohlasanglar bunaqa, xohlasanglar bunaqa. Xohlaganingizcha qilaverasizlar. Hammasi Yevropa mahsuloti. Oke, men bu 350 mi? Yo'q, men orqasida atyorkasi bo'lgani uchun 350 ming oke. Yo'q, atyorkasi ham bor. Keyin bu firma Alejnik. Ha, ko'jasi bor. Ha. Ko'jasi bor ekan. Kellamaydi. Original shpatelda shunaqa bo'ladi menimcha. Lekin assortimentlarni oke qiynab qo'yibsizlar. Mana shpatel bu nima bu oke? Много funksionalniy. Xohlagan gradusga bukaveradi. Bu kolonnalarga, kolonnalarga, qayilgan joylarga ishlaydi. Bu xohlasanglar katta, xohlasanglar kichkina qilaverasizlar. Kolonnalar razmeriga qarab. Mahsulotlarni o'zingizlar bitta ko'rasizlar. Instrumentligi. Ximik narsalar, bu yerda ham ximik mahsulotlar juda ham ko'p ekan. Mana bu derskiy narsa ekan lekin. Bunda 40 ga eng variant ekan. Instrumentlarni xafa qilib qo'yadigani. Mashinaga lekin tushunmadim, bu nima bu? Neobichnilari ko'p ekan, bu neobichniy instrumentlar. Do'kon Parkenskiyda joylashgan. Bir galda bu do'kon nomini yozib ketinglar kommentariyada. Bu do'kon haqida o'zingizning fikringizni albatta qoldirmasanglar bo'lmaydi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bundan yaxshi kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun usta tanishlik bu videoni joylashtirdik. Hammalarga rahmat.